Ben keldim endi. Qani bolalar nima qilyapti? Bolalarni ruhlari juda pastda. G'ayrat qilib ishlayga bolalari. Asad faqat suv ichasan ekanda, sen kim bu ya? Davay ishni ko'rayga, betonni ola olmaymiz, bog' bo'ldi. Yomg'ir bo'ladi poslabiyada. Rебята. Akalar, yaqinlar, mana bugun biz ochdik, mana bu nima saytmi, nima bu? Sayt, blogerlik saytini ochdik endi, xudo xolasa inshaalloh klassni bosaveringizlar, klassni. Hech o'ylanmasdan mana O'zbekistonning akalari mana manaletga tayyor qilyapmiz. Bugun beton ola olmasak, ertaga olamiz, xudo xolasa. Mana o'zbekskiy pesnya. Rossiyaga kelishga kimning imkoniyati bo'lsa, kelib mana ish ko'p. Ishlash kerak kelib. Ekzamenlarni topshirish qiyin emas. O'ylanmasdan kelib, ruschani o'rganib, har kimning so'ziga, gapiga quloq solmangizlar. G'ayrat qilish kerak. Olg'a. O'zbegim, olg'a. Asad qo'lingni ko'tarib qo'y.